Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan havo kompressorlari nima ekanligini muhokama qilamiz. Havo kompressori qanday ishlaydi? Qanday qilib to'g'ri kompressorni tanlash kerak? Kompressorlarning turli xil turlari mavjud. Keling umumiy nazar tashlaymiz. Havo kompressori elektr motoridan iborat bo'lib, havoni siqib saqlash bakiga yuboradi. Siqilgan havo kerak bo'lganda tanlangan bosimda chiqarish mumkin. Kompressorlarning turli xil turlari mavjud. Odatda avtomatlashtirish va ustaxonalarda musbat siqish kompressorlari ishlatiladi. Bunda havo kameraga tortiladi va kameraning hajmi kamaytirilishi natijasida bosim hosil bo'ladi. Qaytarma kompressor krank mili aylanganda piston silindr ichiga harakatlanadi. So'rovchi klapani orqali atmosfera havosini silindrga kiradi. Chiqish klapani esa yuqori bosimda ochilib, siqilgan havoni chiqaradi. Havo siqilganda qizib ketadi. Bu esa samaradorlikni pasaytiradi va yonuvchan moddalar bilan to'qnashsa, portlash xavfini tug'diradi. Shuning uchun bir pog'onali kompressor taxminan 10 bar yoki 145 PS bosimgacha ishlaydi. Yuqoriroq bosim uchun ko'p pog'onali kompressor ishlatiladi. 2 pog'onali kompressor 20 bar 290 PS dan yuqori bosim hosil qila oladi. Kuchli ko'p pog'onali kompressorlarda suv bilan ham sovutish qo'llaniladi. Qaytarma kompressor havoni zarbali oqimga beradi. Shu sababli u odatda bak bilan ishlatiladi. Bak ishlatilganda energiya tejashi va eskirishini kamaytirishi mumkin. Diafragma kompressori bu tur pistonli kompressorlar oilasiga kiradi. Piston bilan siqish kamerasi orasida diafragma bo'ladi. Shuning uchun siqilgan havo moy bilan aralashmaydi. Afzalligi havoni toza saqlash imkoniyati, kamchiligi esa diafragmani elastikligini cheklangan. Odatda oziq-ovqat sanoati yoki g'avvos ballonlarni to'ldirishda qo'llaniladi. Aylanuvchi kompressor bunda val aylanganda ichki plastinkalari turli hajmdagi kameralarni hosil qiladi. Havo katta kameraga surilib, kichik kameraga siqiladi. Afzalligi pulsatsiya havo oqimi, shovqinsiz ishlashi va iflosliklarga sezgir emasligi. Shu sababli bak ishlatish majburiy emas. Qo'llanilishi oqova suvlarni tozalash, baliqchilikda, aeratatsiya, chang yig'ish, vakuumli qadoqlash va hokazo sohalarida. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.